Bu video bo'ydagilar uchun 30 ga chiqqan ekan, hali ham uylanmagan, menga yo'l ochmagan bu tengilar nevara to'yqilib yotibdi. Bu nahot Farg'onada shunga mos chiqmagan bo'lsa, aka, uxlab yotaverasanmi? Qachon uylanasan 30 ga chiqing, menga ham yo'l och. Kutdim-da men. Nimani kutding? Aksiya bo'lishini kutdim. Qanaqa aksiya? Millat xalida hozir aksiya ketyapti. O'sha gilamni olib bersang, bo'ldi uylanaman. Aniqmi? Aniq, yurmang tushuntiraman. Hurmatli bo'ydoqlar, 31-martgacha zo'r imkoniyatlaring bor. Farg'onadagi Millat xalida 10% dan 50% gacha barcha gilamlarga katta aksiya qo'yilgan. Shuni sizlarga hozir bitta obzor qilib beraman. Ana undan keyin bemalol uylansalaring bo'ladi. Eron, Turkiya, Samarqandda eng sifatli premium sifatidagi gilamlarini faqatgina Millat xalidan topasiz. Farg'ona bo'yicha faqat Millat xalida bor. Boshqa gilam magazindan topolmaysiz. Bunaqa gilamni ko'rgandan keyin rozi bo'lmagan qiz ham rozi bo'lib ketadi. Mana shu ko'rib turgan gilamlarning Turkiya gilami bo'lib 2 ga 3 eski narxi kvadrat metri 400 mingdan bo'lgan. Hozirgi aksiyada kvadrat metr 200 ming so'mdan har xil rangidan bor, kelib bemalol tanlab olsalaring bo'ladi. Farg'ona bo'yicha bunaqa narx yo'q. Gilamlar faqat tayyor razmerdami deb o'ylayotganlar uchun yo'q, unaqa emas. Hozir Millat xalida juda ham ko'p yangilik bo'lgan. Endi metrajli gilamlar ham bor. Hozirga shuni bitta obzor qilib ko'rsataman. Endi uyingizga moslab, razmeriga moslab, rangiga moslab kesib olib borib soban berishadi. Bemalol kelib tanlab olsalaring bo'ladi. Uka, tushundingmi? 31-martgacha imkoniyating, vaqting bor. Tezroq kelib gilam olib bersang, keyin uylanaman. Bo'lmasa yuraverasan menga o'xshab. Sog' bo'l.